Diqqat qilgan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'minlarga ikki ish ustida qoyilgan. Ya'ni ikki ishni qilmagan vaqtda mu'minlar nima ish qilmaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo ikki ishga qoyilgan. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushu ikki turlik ishni qilmagan qavmning, qilmagan millatninki mazmunni yo'q bo'lib ketadiganligi, uning o'rniga Alloh subhanahu va taolo boshqa bir millatni qilganligini xabar bergan. Çünkü haqiqiy mümin chuqur oxiratga boraman deb ishonadi va u oxirat uchun mablag' soladi va oxiratga uyini izlaydi. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qardoshlar. Hammaga xush keldinglar. Biz bugun Uyg'urlarga tushgan oyatlar nomli darsimizdanki oxirgi darsni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan oyatimiz intayin muhim bir oyatlar. To'g'ri, Qur'ondagi oyatlarning hammasi muhim, lekin shu oyatlar ichidan bugun kunimizdagi bizning masalamizga xitob qilgan oyatlar va shundaqla bizni ma'lum bir xatarlardan qutqizib qolgan oyatlar, navbatdagi vaziyatimizga naq keladigan oyatlar bizlarga amal qilishga nisbatan texmi muhim. Bu nuqtadan muhim da'vatimiz. Diqqat qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'minlarga ikki ish ustida qoyilgan. Ya'ni ikki ishni qilmagan vaqtida mu'minlar nima ish qilmaysizlar deb Alloh subhanahu va taolo ikki ishga qoyilgan. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushu ikki turlik ishni qilmagan qavmning, qilmagan millatninki mazmunni yo'q bo'lib ketadiganligi, uning o'rniga Alloh subhanahu va taolo boshqa bir millatni qilganligini xabar bergan. Biz bugun mana shu bizning mavjudligimizga aloqador bo'lgan ikki ishninki birisi haqida to'xtalamiz. Shu ikki ishninki birisi haqida qoyilgan Alloh subhanahu va taolo oyatlarni o'qiymiz. Nima uchun? Bu ishlarga tushib qolmasligimiz uchun, sal qaramasligimiz uchun. Unda bo'lsa biz oyatni o'qiylik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah va lillahi mirasus samawati val ard. Sizlarga nim bo'ldi? Nim bo'ldi sizlarga? Nima uchun Alloh yo'lida chiqim qilmaysizlar? Nima uchun Alloh yo'lida pul xarjlamaysizlar? Alloh yo'li degan qaysi? Navbatda bugun kunimizda bizni zulmdan qutuldiradigan va shundaqla zulmdan qutuldirishga foydasi bo'ladigan va shundaqla bizning dinimizni mustahkam tutishda, ya'ni shu ozodlikka erishish, hurlikka erishish yo'lida bizlar bo'lmasa bo'lmaydigan, yadro kuchimiz bo'lgan iymon e'tiqodimizni tutib turishga sabab bo'ladigan bütün ishlar Alloh yo'lidagi ishlarni ko'rsatadi. Ya'ni bugun kunimizda shaxsiy ibodatdan tortib bizning eng yuqorisi vatanimizni ozod qilishga bo'lgan ishlarning hammasi Alloh yo'lidagi ishlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda nim bo'ldi sizlarga? Nima uchun sizlar Alloh yo'lida pul xarjlamaysizlar? Valillahi mirasus samawati val ard. Osmonlarning va zaminning mirosi Allohning tursa. Ma pul mening devatgan pullar sizlarning pulinglar emas u. U Allohning puli. Alloh subhanahu va taolo u pulni sizlarga imtihon qilish uchun berdi. Men degan yerga xarjlamdi, men degan yerga xarjlamamdi. O'zimning deb turib olamdi. deb shuning uchun berdi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo u pul imtihonini o'tish uchun ey musulmonlar, ey Uyg'ur musulmonlari, ey Alloh yo'lida pul xarjlashning keyniga chekingan Uyg'ur musulmonlari, mening devatgan o pullar Allohning, osmonlardagi, zaminlardagi bütün miros, bütün mol-mulk Allohning. Hargizmi mening deb o'ylab qolmanglar deyish orqali Alloh subhanahu va taolo puldorlarga bu oyatda nihoyatda ig'ir xitob qildi. Qarab qilgan bo'lsak Alloh taolo va malakum nim bo'ldi sizlarga? O'zinglarni mu'min deysizlar. Men Allohga ishonaman deysizlar. Oxirat kunga ishonaman deysizlar. Lekin Alloh yo'lida chiqib qolmaysizlar. Va malakum nim bo'ldi sizlarga deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Ve şundaqla Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetinin devamında la yastavi minkum men anfaqa min qablil fathi ve qatal. Fethidin ilgiri, yani azatlıktan, hürlükten ilgiri, vatan azatlaştığın ilgiri Müslümanlar aciz vaxtıda Allah yolunda pul xarjlagan ve Allah yolunda uruş qilgan kishi bilan fethi ulab bo'lgandan keyin, vatan azatlab bo'lgandan keyin, Müslümanlar kuchli bo'lgandan keyin Allah yolunda pul xarjlagan kishining o'rtasida osmon zamin farqi bor, hargiz barobar emas deydi. Dal bugun kunimizdagi o'xshash kishilar zulm sababli ümidsizlanib, üstüdeki mas'uliyatni yaltiyotgan, iymon islomga sal qarayotgan, musulmonlar ojiz, islom desa kishilar susib ketib borayotgan, islom yo'liga desa kishilar pul xarjlamayotgan va pul xarjlashni qo'rqayotgan. Mana mushundaq paytda xarjlagan puldan musulmonlar taraqqiy qilgan, vatanni ozod qilib bo'lgandan keyin xarjlagan pul va qilgan kurashimizning o'rtasida osmon zamin farq bor. Amat qarab qolgan bo'lsak, mang'anmay qolgan mashinaning keyin ittirishib bersak, ondan keyin biz sho'pirga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Ammo mingib bo'lgan, qo'zg'ilib bo'lgan mashinaning keyin issaqcho bizning haqimiz sarang deydi. Bizning ittirishimizga hojat yo'q vaqtda, mangmagan vaqtda, to'xtab qolgan vaqtda ondan keyin issaq biz haqiqiy yaxshi qilgan bo'lamiz. Dal shunga o'xshash mana bugungi kunda agar his qila olsak, mayli diniy xizmat qilganlar bo'lsin, mayli Alloh yo'lida pul xarjlab olay deydiganlar bo'lsin, mayli men Allohning qatida katta bir savobga erishib olay, har qanday bir yo'ldan, ya'ni zulm qarashtirish yo'llamdi yoki dinimizni kuchlantirish yo'llamdi, mush yo'llarga bir ish qilib savob tep olay deydigan odam uchun eng katta fursat. Çünkü mana bugünküde kishilar millat din g'amini yeyishni yaltiyotgan va yoki bu xil kishilarning soni oz qilayotgan payt
savobni eng katta topadigan bir payt. Shunga qilayotgan ishimizning qadrini bilishimiz lozim. Navbatdagi fursatni tutishni bilishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida ulaik a'zamu darajatan minallazina anfaqu min ba'du va qatalu. Osh kishilar, ya'ni fathidan ilgari, vatan ozod bo'lishni ilgari pul xarjlagan, Alloh yo'lida urush qilgan kishilar, vatan ozodlab bo'lgandan keyin, musulmonlar kuchlanib bo'lgandan keyin pul xarjlagan, massagan va shundaqla urush qilgan kishilardan daraja jihatda ustun, katta deydi Alloh subhanahu va taolo. Ve kullu va'adallohul husna. Her ikilisiga Allah subhanahu wa ta'ala güzel vaadini qildi, jannatni va'da qildi. Ammo darajat jihaticha mana shundaq bugungi kunga o'xshash ojiz paytimizda, vatanimiz ozod bo'lishdan ilgari, bizga ehtiyojli paytda, pulimizga ehtiyojli paytda Alloh yo'lida pul xarjlash bizni Alloh subhanahu wa ta'ala nazarida eng katta darajaga erishtirdi. Va shundaqla xarjlagan pulimizning qimmati, savobi, vatan ozodlab bo'lgandan keyin, musulmonlar kuchlanib bo'lgandan keyin xarjlagan pulimizga hargizmi o'xshamaydi. Buning savobi katta bo'ladi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh subhanahu wa ta'ala qilgan ishni xabarda. Nima ish qilganligingni, nima ishlarni qilmayotganligingni, pullarni nega xarjlayotganligingni hammani Alloh subhanahu va taolo bilib turadi. Alloh yo'lida pul xarjlaydigan bir ish chiqsa, nurg'ulgan o'zi aytisizlar, lekin boshqa yerlarda qanday pul xarjlayotganligingni Alloh subhanahu va taolo biladi deydi oyatda. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida man zallazi yuqridulloha qardan hasana. Qanday bir odam Allohga qarda hasana beradi ekan, ya'ni Allohga birini bersa 700 ni qaytaradigan, mana shunday fursatni ching tutadi ekan, fayudha'ifahu lahu va lahu ajrun karim. Alloh subhanahu va taolo unga hasilab qaytaradi deydi. Allohning va'dasi ma. Allohning so'zi rostqo. Bugun kunimizda Alloh yo'liga pul xarjlasangiz, birini xarjlasangiz Alloh subhanahu va taolo sizga hasilab qaytaradi deydi. Va lahu ajrun karim. Unga cho'ng katta savob beriladi deydi. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Kıyamet günüsü mümin erlerini ve mümin ayallarını, ulanınki nurlarınki oldunu ve on taraflarını yurtup mangallıqını görürsüz. Yani Allah yolunda pul xarjlab, ana shundoq Allah amanat qilib bergan pulni to'g'ri yo'lga ishlatib, o'zlari uchun bir ishni qilib olganlarninki qiyomat kunisi ana shu amali, ya'ni hech qanday yo'riqlik bo'lmagan, quyosh o'chgan, zulmat qorong'uligida osh xarjlagan pullarninki, ularninki oldini, o'ng taraflarini yurtib manganligini ko'rasiz. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ularga bugun sizlarga jannat bilan bishorat bersin. Nafsinglardan voz kechib, Alloh yo'lida xarjlagan shu pulinglar sababli, shu pulinglarning badaliga Alloh subhanahu va taolo mana shunday hasilab qaytaradi. Qanday hasilab qaytaradi? Jannatni beradi. O jannatning ostidan o'stanglar iqib turadi. Ular o jannatda mangu qoladi. Zalika huval fawzul azim. Ashu büyük bir utuq. Haqiqiy muvaffaqiyat mana shu. Tugamaydigan xushallik, tugamaydigan huzur bo'lgan jannatga erishish mana bu haqiqiy muvaffaqiyat. Pul tepib oxiri duvlab qo'yib, ulab ketish, baylarning qatoriga tizilish muvaffaqiyat emas. Bu nəhayət ecrinişlik bir iş. O adam pul tapdı ama o pulunu bir yaxşılıqla xərcləmədi. Ülüb getdimi o? O pullarını mirasxo'rlar ülüşüdü. Jestini qurt-qo'ng'ozlar ülüşüdü. İşlətgan telefonları, mening deb yaşagan öylari başqa bir adamning bo'ladi. Ondan keyin Allah subhanahu wa taala bu oyatning keyindan yawma yaqulul munafiquna val munafiqat. O kunda müminlarni ana shunday ko'rasiz. Pul xarjlagan pullarninki oldini, o'ng tarafini yo'rtqalganini ko'rasiz. Hamda munofiqlarni qanday ko'rasiz? Nima uchun Alloh subhanahu wa taala keyindan munofiqlarning ahvolini bayon qildi? Chunki haqiqiy mu'min, oxirat ishongan mu'min, men oxiratga boraman degan mu'min oxirat uchun chuqur pul xarjlaydi. Bir adam bir yerga yashig'ilib boraman desa, u yerga pul xarjlamamda. Biz chet elga chiqamiz degandan keyin pullarimizni olib chiqmadikmi chet elga? Nurg'un kishilar pullarni oldidan silyapmadimi? O'ltiradigan uyini yasamadimi? Bir odam bir yerga berishga ishonsa, chuqur u yerda turadigan yerini hazırlaydı. Çünkü haqiqiy mu'min chuqur oxiratga boraman deb ishonadi va u oxirat uchun mablag' soladi va oxiratdagi uyini bizaydi. Ammo munofiqchi men mu'min oxirat ishlamayman deydi, lekin u oxirat uchun hech qanday pul xarjlamaydi. Agar ishongan bo'lsa rost shaklda xarjlaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bayon qilib, ular keyinlar munofiqlarni bayon qilishning sababi shuki, haqiqiy mu'min pul xarjlaydi, haqiqiy mu'min emas, ig'izdan men mu'min degan kishi pul xarjlamaydi. Ya'ni Alloh pul xarjlash bizni nifoqdan ayırıp turadigan bir narsa. Nifoq bilan infoq, ya'ni Alloh yo'lida chiqib qilishning yiltizmi bir. Bir odamning qalbida nifoq shaklida ekan, Alloh yo'lida pul xarjlash ig'ir keladi uningga. Shunga Alloh subhanahu va taolo o kunda munofiq erlarni va munofiq ayollarni ko'rasiz. Lillazina amanu zurna naqtabis min nurikum. O munofiq erlar va munofiq ayollar Allohga ishongan kishilarga, oxiratga ishongan kishilarga va oxirat uchun pul xarjlab, oxirat hayotini bizib olgan o kishilarga qarta unzuruna naqtabis min nurikum. To'xtanglar, nuringlardan bizga biringlar deydi qiyomat kuni. Qila rji'u wara'a ularga deyildi ki sizlar keynanib qaytinglar. Faltamisu nura, nur talab qilinglar. Biz nurimizni bermaymiz. Sizlar nur talab qilinglar deyildi. Faduriba baynahum bisurin lahu babun. Uni o'tirishqa
bir tosma silinadi, to'saq silinadi. Uning bir eshigi bor. Batinuhu fihi rahma. O eshikning ishida qolganlar, ya'ni o eshikning ich tarafida rahmat bo'ladi. Mu'minlar bor tarafida. Va zohiruhu min qiblihi al'azab. Teshida bo'lsa azab bo'ladi. Ya'ni munofiqlar tarafida azab bo'ladi. Yunadunahum alam nakum ma'akum. O munofiqlar mu'minlarni chaqirib deydi-ki, alam nakum ma'akum. Biz sizlar billa emasmiddik? Billa namoz o'qiydik, billa to'ylarga bordik, billa yeb ichdik deydi. Qalu bala. Ular deydi, ya'ni mu'minlar deydi. Yo'q. Biz jismoniy jihatda billa edik, billa yashaydik, lekin amaliy jihatda billa emas edik. Qalbiy jihatda billa emas edik. Walakin fatantum anfusakum. Lekin sizlar o'zinglarni halok qildinglar. O'zinglarni mol dunyo fitnasida halok qildinglar. Fatantum o'zinglarni mol orqali, ana shunday dunyo havaslari orqali fitnaga tashladinglar sizlar. Va tarabbastum. Nihoyatda muhim bir ekan. Kutib baqdinglar sizlar. Sizlar Alloh yo'lida pul xarjlashda, men mu'minlar, men musulmonlar bir ish qila olamdi, qilamamdi. Agar g'albi qilib qolsa pul xarjlaydi. Bular ojizlashib tugab ketsa, yana bir sababga boray deb mana shunday kutdinglar deydi. Demak, munofiqning eng chong bir alomati nima desanglar, islomninki jafo va mushaqqatida, rahat va farog'atida billa bo'lmaydi. Rahat farog'atga ko'z yetsa, musulmonlar birga bo'ladi. Jafoda hargiz billa bo'lmaydi. Shuning uchun ular kutib boqadi. Vaholanki ular kutdi qanday bo'ladi? Va tarabbastum wartabtum. Shak qildinglar sizlar. Demak, qalbingizda bir shak bo'lg'achqa sizlar kutib boqsizlar sizlar. Sizlar Allohning so'ziga haqiqiy ishongan bo'lsanglar, Allohning qalbidan iborat bu va'dasiga ishongan bo'lsanglar, kutib boqmaysizlar. Musulmonlar ojiz bo'lsin, qiyinchilikqa uchursin, shu sababda bo'latdinglar sizlar. Ammo sizlar o'ttirib to'g'ashdinglar. Kutib boqdinglar, shak qildinglar. Va gharratkumul amaniyyu. Uzun orzular sizlarni oldida. Mening de ham munda planim bor, unda planim bor, cho'ng planim bor deb Alloh yo'lida pul xarjlamay, cho'ng gaplarni qilib, cho'ng orzular sizni aldab qo'ydi. Hatta jaa amrulloh. Sizlar ana shunday cho'ng planni qilib yuqib yashayotgan paytinglarda Allohning amri bo'lgan qabzruh sizlar keldi. Ya'ni jininglarni aldi Alloh subhanahu va taolo. Omonatni topshirdinglar. Va gharrakum billahil gharur. Shayton sizlarni Allohning afusidan oldi. Alloh kechirimchilar. Planim yashayotdi ya. Jinimizga qiynab nima ish qilamiz deb şeytan seni mana şunda Allah'ın afusidan aldı. Can çıktı. Yeni bir hayatga o'tdik. Fel yawma la yu'khadu minkum fidyatu wa la min allazina kafaru. Bugün sizlardan fidya ilinmaydi. O chiqim qilgan pullaringlarning bugün lazım yo'q. Bugün xarjlanmaysizlarmi bu pullaringlarni? Va kafirlardan hech qanday bir fidya, hech qanday bir Alloh yo'lida pul xarjlaydigan narsa ilinmaydi. Qabul qilinmaydi. Tugidi deydi Alloh subhanahu va taolo. Ma'vakumun nar. Sizlarning boradigan joyinglar do'zax deydi. Demek fursat tugaydi vaqtda. Va bi'sal masir. O do'zax nima degan yomon bir joy. Undan chiqish yo'q, qaytish yo'q, pushaymay yo'q. Shunga o'lgandan keyin dunyo qaytishni arzu qilganlarningki eng cho'ng qilsam bo'ladi deydigan ishni bilamsizlar. Alloh yo'lida pul xarjlash. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'on Karimda bayon qilib, la saddaqanna va akum minas solihin. Ya Allah, meni dunyoga qaytarsang, shu qop qo'yib kelgan pullarimni bir Alloh yo'lida xarjlab olsam, solihlardan bo'lib olsam deb mana shundaq yollar. Qaytaramdi? Qaytamaydi. Alloh subhanahu va taolo mushu pushmonga, mushu nadomatga tushmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo ma tasvirlarni, ya'ni biz o'lgandan keyin bo'lgan ishlarning tasvirini Qur'on Karimda bizga ochiq bayon qildi. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Mana shunda ochiq haqiqat anglagandan keyin mana shunda haqiqatlarga, Allohning zikriga qalbimiz iliydigan vaqt kamidimi? Alloh subhanahu va taolo bizga bo'lgan ishlarni ochiq tasvirlab turibsa, va shundaqlar bo'lgan ishlarni tasvirlab turibsa, qildigan ishimizni bizga tasvirlab turibsa, nafsimizga egri kelganlik uchun yana turib olamdik. Ma qalbimizning iliydigan vaqt kamidimi? Va la yakunu kallazina utul kitaba min qablu. Ularda ilgari yashagan ahli kitoblarga o'xshash bo'lib qolmasin. Qalbi qatib Alloh mana shunday haqiqatlarni bayon qilib bersa-mu, jim turib oladigan, xuluqiga kirmaydigan, qalbi irmaydigan mana bunday Yahudi nasralarga o'xshash bo'lmasin. Fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Zamonning o'zgarishi bilan ularning qalbi qatib ketgan edi. Ya'ni vaqt o'tgan sari qalbi qatib ketgan. Ya'ni ne'mat bilan yashagan vaqt uzargan sari qalbi qatib ketgan. Qarab taqdigan bo'lsak, biz ma erkin dunyoga chiqib, vaqt o'tgan sari as qalbimiz yumshoqroq edi. Agar biz Alloh degan yo'lda mangan bo'lsak, Alloh buyurgan ishlarni qilgan bo'lsak, o'zimizning shaxsiy ibodatga diqqat qilgan bo'lsak, Alloh yo'lida pul xarjlab turgan bo'lsak, ma qalbimiz to'g'an sari yumshoqmag'atdi. Ammo dal aksi yo'lda. Xuddi ahli kitob ana shundaq bo'lgan. Yo'ldan taygandan keyin, Alloh subhanahu va taolo buyurgan ishlarni qilmagandan keyin, Alloh yo'lida chiqib qilmagandan keyin, pul xarjlamagandan keyin, vaqt uzargan sari ularning qalbi qatib, dindan chiqib ketgan. Mana bundaq bo'lmasin nomu'minlar. Uyg'ur musulmonlar bundaq bo'lmasin. Hushini tepib olsin deydi Alloh subhanahu va taolo. Va kathirun minhum fasiqun. Ko'pinchisi pasiq yo'ldan chiqib yuradi. Ular ana shundaq ne'mat bilan vaqt uzargan sari, ne'mat ichida yashagan sari qalbi qatib ketadigan mana shundaq kishilar ko'pinchisi ularningki pasiq. I'lamu annalloha yuhyil arda ba'da mawtiha. Bilib qo'yinglar, Alloh subhanahu va taolo ma zaminni o'lgandan keyin tirildiradi.
yağmur yağmay, ma zemin qurg'oq bo'lib ketgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yağmur yağdirish orqali u zemindan qurg'oq bo'lib ketgan zemindan tirik bo'lgan, jonliq bo'lgan o'simliklarni o'stiramdi. Dal shunga o'xshash ey mu'minlar, ma tuproqning ostiga kiriblam, yo'q bo'lamiz, hisob kitob yo'q deb o'ylamanglar. Xuddi Alloh subhanahu va taolo yağmur yağdirib, urug' tuproqning ostiga kirgandan keyin uning yangi bir hayotlik berganga o'xshash, sizlarni tuproqning ostiga kirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo sizlarni tirildirdi deydi. Demek biz aqliy ko'zimizdan bunda qarab tuproqning ostiga kirdik, chirdik, tugadik deb o'ylaymiz. Alloh subhanahu va taolo dal aqliy nuqtadan bizga tushuntiryapti. Ma tuproqning ostiga kirgan har narsa o'lib tugamaydi. Qarab boqinglar, urug'ni tuproqning ostiga tiksanglar, Alloh subhanahu va taolo yağmur yağdirish orqali Alloh subhanahu va taolo u urug'ni undiramdi, undiradi. Urug'da kuch bormi, iroda bormi, o'zi teshib chiqamdi? Yo'q. Urug'da kuch yo'q, ilm yo'q unda, qudrat yo'q. Lekin Alloh subhanahu va taolo uni tirildiradi. Dal silamu tuproqning ostiga kirgandan keyin ana shundoq bix surib qaytadan tirilasizlar. Boshqa bir hayot bor. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Aqlinglarni ishiltib, oxiratni his qilib olsin. O'lgandan keyin bir hayotning bor ekanligini bilib olsin uchun biz sizlarga oyatlarni, Allohning ko'rsatadigan, oxiratni ko'rsatadigan oyatlarni, belgilarni mana bu shundoq bayon qildi. La'allakum taqilun. Sizning aqlinglarni ishlatishinglar uchun deydi. Demak Alloh subhanahu va taolo oxirida mana shundoq aql ishlatish orqali oxiratga ishorat qilib qo'ydi. Biz o'lgandan keyin yo'qmaydiganligimiz, xuddi tuproqning ostiga kirgan urug'chilar yo'qmaganga o'xshash, biz bu tuproqning ostiga kirgandan keyin yo'qmay boshqa bir hayotlikda o'sib chiqadiganligimizni Alloh subhanahu va taolo mana misol orqali bizga tushuntirib qo'ydi. Shuning uchun bu oyat haqida ko'p deydiganim yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taoloning oyati nihoyat uchuq. Alloh subhanahu va taolo yuqorida o'tganimdek ikki xil ish qo'ygan. Birisi mana shundoq Alloh yo'lida chiqim qilmagan kishilarga, Alloh yo'lida pul xarjlamagan kishilarga. Va shundaqla mana shundoq Alloh yo'lida pul xarjlamagan kishilarningki Alloh subhanahu va taolo tarafidan yo'q qilib o'tadiganligini Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatda bayon qilgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizning qalbini irishsin. Ma millatning xizmatini qilayotganlarning ishlari ularning beshiqlam qilib qolmasin. Ma millatning xizmatini qilish qaysi sohadan bo'lsin, hammamizning mas'uliyati. Shunga qaysi sohadan bo'lsin, shu millatga, Uyg'ur xalqiga, Uyg'ur xalqining e'tiqodiga foydali bo'lgan bir ishninki bir bujukni birsini tutib olmasak, uning peshiga islommasak, bir bujuk o'smi uni ko'tarishib pamisak, esimizda olsin, biz gunohkor va shundaqla mushu koyishga biz kirib ketamiz. Mushu koyishning muhotabi biz bo'lib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni bu fursatni, ya'ni musulmonlarning ojiz paytida ko'p savob topadigan, vatan ozod bo'lishdan ilgari ko'p savob topadigan bu fursatni bizga nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. G'ashimizning qimmatini bilgili his qilgan nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.